여섯 번째 수업을 같이 진행하도록 하겠습니다. 우리는 여기서 듣기, 말하기 연습을 하고 오늘 수업을 마치도록 하겠습니다. 일단 여기 말하기를 잘 들어보고 분석을 같이 하도록 하겠습니다. 일단 잘 들어봐야 돼요. 어서 오세요. 신문 있어요? 네, 있어요. 한국신문하고 나라신문이 있어요. 한국신문 주세요. 여기 있어요. 잘 들었죠? 여기서 두 사람은 서로 소통을 하고 있다. 소통을 하고 있는데, 여기서 이 남자는 주량이라는 분이요. 이 여자는 아주머니라는 말을 우즈베크어로 홀레, xola, ko'chadagi xola bu. Uyda родной haqiqiy o'zingizda xolangiz bor. Ko'chadagi xola, yoshi katta ayol. 아줌마는 어서 오세요라는 말을 썼어요. 어서 오세요라는 말은 우즈베크어로 호시케르스스. 줄리아는 어떻게 말을 시작했어요? 신문이 있어요? 라는 질문부터 말을 시작했어요. 신문이라는 단어를 저번에 아마 배웠어요. 이 단어를. 우리는 열 10번째? 아니면 12번째나 수업에서 아마 들었어요. 이 신문이라는 말을, 이 단어를 o'zbek어로 gazeta, o'zbek tilida gazeta degani. Gazeta bormi? 신문 있어요? 라는 질문부터 시작했어요. 아줌마는 어떻게 대답했어요? 네, 있어요. 한국 신문이 하고 나라 신문이 있어요. 한국 신문이 우즈베크어로 Koreya jurnali. Chiroyli qilib yozaylik. Gazetasi, Koreya gazetasi. Nara 신문. davlat gazetasi. 우리는 여기서 보시면 하고라는 말을 하고라는 단어를 썼어요. 우리는 요 네 번째 수업에서 이 문법을 배웠어요. 이 문법은 우리는 우즈베크어로 va bilan deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tilida. 이 말을 번역을 해보면 한국 신문하고 나라 신문이 있어요. Koreya gazetasi bilan davlat gazetasi bor. 줄리앙은 선택해야지요. 줄리앙 어떤 것을 선택했어요?
한국 신문 주세요. 한국 신문을 선택했어요. 아주머니가 여기 있어요 라는 말을 하고 여기서 대화를 마쳤어요. Bu yerda ko'rsalaring, biz mana bu joyda tugatdik hozir. Endi bu yog'ini qo'yib ketish kerak. Va rangga moslab. 색깔을 보면, 세 개의 색깔이 있어요. 세 개. 여기 대화를 보면 여기도 세 개의 색깔이 있어요. 이 색깔이랑 이 색깔이 맞잖아요. 그래서 이 색깔을 맞추어서 그 문장을 만들 수 있다는 말을 여기서 이 모습을 볼 수 있어. 이 모양을 보면 이거는 색깔을 맞춰야겠네. 그런 말이 나와요. 그런 생각이 나와요. 그래서 여기 두 번째, 세 번째, 네 번째를 본인 알아서 해야 돼요. 그때는 그때 그래야 그 말하기 연습을 할 때, 듣기 연습을 할 때 이 문장들이 많이 나와요. 이 언어들이 많이 나와서 좀 힘들 수 있어요. 여기서 배우지 않으면, 여기서 연습을 못하면 나중에 어려울 수도 있어요. 그래서 이건 이 번째부터 네 번째까지 본인이 알아서 해보면 됩니다. ikkita tilda olib ketishga harakat qilyapman. Koreys tilida ham, ingliz tiliga aralashyapti ozgina. Koreyscha, o'zbekcha olib ketishga harakat qilaman. Sabab nima? Chunki bunaqa uslubda olib ketadigan o'qituvchini men hali ko'rmadim. Masalan, ikkita tilda tushuntirib, ham koreychada ham o'zbekcha tushuntirib ketadiganini yana bilmadim, bo'lishi mumkin. Chunki nimaga bunaqa qilyapman? Koreyada bo'lsangiz yo boshqa joyda bo'lsangiz, sizga haqiqiy koreysdan eshitganingizdan ko'ra mendan eshitganingiz ancha sizga foydaliroq bo'ladi. Sabab koreyslar masalan ko'cha hayotida koreys tilini yarimta gapiradi, chala gapiradi. O'zlari chunki shunga moslashgan. Gapni to'liq gapiradigan bo'lsa, o'zlariga ozgina noqulay. Shuning uchun masalan o'zlariga noqulay, lekin u narsa sizga qulay. U o'ziga ma'qul kelganini gapiradi-da koreys, o'zini tili bo'lgani uchun. Shuning uchun koreysdan pryamoy eshitsangiz, boshqa qilsangiz, boshlang'ich daraja uchun ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ham harakat qilaman koreys tilida tushuntirib ketishga, ham o'zbekcha, ham koreyscha tushuntirib ketishga. Bu sizga ham foydali bo'ladi, ham o'zimga ham foydali bo'ladi albatta. Sizlarni masalan speakingga yordam bo'ladi, sizlarga ham titkiga ham karyer hayotiga moslashishga sal foydasi bo'ladi. Faqat o'zbekchada tushuntirish ozgina nima desam bo'ladi. Ozgina boshqacharoq usulda ketaylik. Shuni qilib ko'raylik degan maqsadda shuni boshlayapman, shuni qilmoqchiman. 우리는 여기까지 보았어요. 이제 두 번째 연습을 보면 여기 그림을 보고 보기와 같이 이야기해보세요. nima demoqchi? Rasmni ko'rib, po'gi degani misol degani. Misol bilan
Moslab gap tuzib ko'rishingiz kerak ekan dugonangiz, do'stingiz bilan. 여기서 이 남자분이 질문부터 대화를 시작했다. 대화를 시작했어요. 뭐라고 시작했어요? 뭐가 있어요? Nima bor deb savolni boshladi, gapni boshladi, dialogni boshladi. Endi 여자분이 대답을 시작했어요. 뭐라고 고라하고 줄 수가 있어요. 수 와 수 bilan kola va shu sharbat bor ekan. Shu degani sharbat degani. Endi 이 남자가 하나를 선택해야겠죠. 하나를 선택했어요. 주스 주세요. 주스. 주스는 탈라네. 샤르바트 탈라네. 이 여자분이 여기 있다고 대답했어요. 여기 있어요. 여기서 보시면 우리는 배워야 하는 우리 단어들이 나와 있어요. 영어를 아는 사람들이 있으면 이 재개를 좀 편하게 배울 수 있지만은, 영어를 모르는 사람한테 번역을 해드리도록 하겠습니다. 어서 오세요. hoş geldiniz. Tepede tushuntirdim. 사과, 올마, 오렌지, 오렌지, 아플신, 영화, 키노, 컴퓨터, 우유, 숯, banan, talgi, bu qulupnoy. Bularni yodlashimiz kerak. 이 단어를 잘 배워야 나중에 쉽게 지나갈 수 있어요. 여기서 더 듣고 말하기를 해봐야겠어요. 자, 여기 준비를 해야 돼요. 먼저 듣기 전에 준비를 해봐야 돼요. 예를 들면 여기서 보시면 모자는 우즈베크어로 샵케, 캡, 버시킴. 그리고 두 번째 단어가 텔레비전. 우리는 지난 수업에서 배웠어요. 텔레비전이란 말을 지난 수업에서 배웠습니다. 지난 수업에 배웠습니다. 이자. 텔레비전da o'tgan darsda ko'rdim. Bu yoqda televizor 여기 있어요. 이자는 mana bu 스툴. 그리고 여기서 책상 하나 있어요. 책상은 이쪽에 있습니다. 마지막은 여기서 핸드폰. 핸드폰은 이 첫 번째 사진에서 나와 있습니다. 여기서 듣기 연습을 해야겠어요. 일단 여기는 이 듣기를 좀 들어보고 같이 대답하도록 하겠습니다. 26번. 어서 오세요. 신문 있어요? 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 어서 오세요. 한국어 사전 있어.
아, bu yerda tetkizda o'zingni noqulay. 들어보세요. 1, 뭐예요? 2, 시계. 들어보세요. 1, 뭐예요? 2, 시계. tetkisi chiqmayapti. 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 저는 기자예요. 잘 듣고 연결하세요. 아, 1. 이거는 모자예요? 네, 여기를 일단 잘 들어보세요, 여러분. 좀 헷갈렸어요. 잘 듣고 연결하세요. 이 말을 우즈베거로 이 말을 배우세요. 나중에 시간 있으면. 아, 첫 번째부터 잘 듣고 들어보세요. 연결하세요. 1. 이거는 모자예요? 이거는 모자예요. Bu yerda ko'rsalarning rasmlar kelyapti. Nima qilishimiz kerak? Bog'lashimiz kerak. Mana bu birinchi gapda aytdida, qaysi biriga to'g'ri keladi? Mana bu ikkiga to'g'ri kelyaptimi hozir? Bu shapkami deb ko'rsatyapti, so'rayapti. 네, 그거는 모자예요. 네, 그거는 모자예요. Ko'rasizlarmi? Bu 그거는 deyapti. Biz o'tgan darsda o'rganganmiz. 그거는 sal uzoqroqda bo'lgani uchun 그거는 degan grammatikani ishlatyapti. 2. 저거는 한국어로 뭐예요? 저거는 한국어로 뭐예요? 책상이에요. 책상. Demak, 책상 deyapti. Cheksangni biz yodlaganmiz. Ikkinchi dialog, ikkinchi gapda o'qida. Demak, mana bu ekan. Mana aytyapti. Endi 3ga o'tamiz. 3. 이거는 한국어로 뭐예요? 이거는 의자예요. Ija. Demak, stol haqida ketdi. Ija desa, demak, mana bu joyga borishimiz kerak. Ijaga boramiz. 4. 저거는 텔레비전이에요? 저거는 텔레비전이에요? 아니요, 저거는 텔레비전이 아니에요. 컴퓨터예요. Mana eshitdik, yo'q, bog'lab chiqdik. Xuddi shu holatda mashqlarni qilsalaring o'zlaring foydali bo'ladi. To 사전이 있어요. Do you have a destination? 여기서 보시면 우리한테 준비 연습을 주고 있어요. 여러분은 사진이 있어요? 사진 아니고 사전이네. 미안해요. 사전이 있어요? 사전.
Sajon degani nima bor-ku, sizlar bor-ku, lug'at. Lug'at kitob bormi deyapti. Lug'at bormi sizda deyapti. Zo'ravon janoblar, sizlarda lug'at bormi deyapti. Endi bunga javob yozishimiz kerak, ha yoki yo'q. Mana bu adashmasam eski zamonda o'sha lug'at kitobi shunaqa bo'lgan. Eski zamonda emas. O'sha elektron lug'at chiqishi, yangi kitob oldin kitob bo'lgan-ku. Undan keyin mana bunaqa narsalarga bo'lib, sekin-sekin oxiri telefonga o'tib ketdi. 일단 특히 2번을 잘 들어봐야 돼요. 듣고 잘 자, 여기에서 맞는 것을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 자, 일단 들어봐야 돼요. 일단 들어보고 같이 분석을 해보겠습니다. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 어서 오세요. 한국어 사전 있어요? 네, 있어요. 전자사전이에요? 네, 전자사전이에요. 그럼 그거 주세요. 여기 있어요. 잡지 있어요? 네, 한국 잡지하고 미국 잡지가 있어요. 일본 잡지는 없어요? 네, 없어요. ozgina qiyin bo'lgani uchun, sizlar darajalaringga mos bo'lmaganligi uchun ozgina qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin. Chunki Sajon yangi so'zlar keldi bu yoqda. Sajondan boshqa bitta so'zlar kelib ketdi. Shuning uchun shunchaki javobini ko'rib ketamiz. Birinchi mana buni aytdi, mana buni so'radi. Ikkinchi mana bu bor ekan javobi. Bularni tashlab ketsalaring bo'ladi. Shunchaki eshitinglar sizlar, buni qilmanglar. Chunki eshitib ko'ringlar. Lekin qilishlaring majbur emas bunga. Titki eshitganlaring yaxshi boshqa. Titkisini eshitinglar, lekin eshitib ko'ringlar. Yo'qsa persona beryapti endi. Bizga mashqlar berib ketyapti. 여기서 말하기를 좀 해야 돼요. 친구 있으면 친구랑 같이 말하기를 해보면 좋은데, 친구가 없으면 혹시 지금 인공지능도 있어서 예를 들면 챗GPT, 또 다른 거 그런 같은 거 많잖아요. 지금은 그건 AI 같은 프로그램을 사용하고 말하기를 연습해 보세요. 어떤 말하기를 해봐야 돼요? 일단 여기서 말하는 거예요. 그림을 보면서 경원과 손님이 되어 이야기해 보세요. rasmga qarab turib, Chongvon degani mana bu inson, do'konda savdogar. Qancha degan
tushuncha bor. Koreys tilida hanchani ko'rib ketamiz. Vaqt soati keladi. O'shanda kogubda keladi. Eng yuqori darajalarda bo'lib yasab ketish. Bu hozir shunchaki sizlarga kerak bo'ladi. Savdogar. Savdogar deb ketaylik. Do'kondagi mana bu turadigan xodimni chovon deydi. So'nim degani mana bu klient degani mijoz. Endi siz mijoz bo'lib gapirib ko'rishingiz mumkin yoki savdogar bo'lib gapirib ko'rishingiz mumkin. ChatGPT o'zi sizni olib ketadi yog'iga. Yoki sun'iy intellekt. Misol bu yoqda misollar bergan. Buni ko'rib ketinglar o'zlaring. Oson, tepada ko'rganimizdek. Yo'g'isa to reading and writing varianti tushungo'yo. Ilgo sigi. Buncha ilgo deydi. Birinchi o'qib ikkita tilda bo'lgani uchun uzr ozgina chalg'ish bo'lyapti. Oldin o'qib yozib ko'rishimiz kerak ekan uni. Oldin o'qiymiz buni. Mana bu narsani o'qiymiz. Undan keyin savollarga javob yozib ko'ramiz undan keyin. Bu ixtiyoriy, buni qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Bu o'ta zarur narsa emas bu. Chunki nimaga buni tashlab ketyapmiz ko'pini? Chunki bizning yordamchi kitobimiz bor. Chunki yordamchi kitobda shu darajani moslab ketadi bu narsasi. Yonsa kitobini ham ko'rib ketyapsiz, ikkinchi kitob sifatida. O'shaning uchun bu kitobni ba'zi bir qismlarini tashlab ketaman. Chunki u yoqda bundan ham yaxshirog'i bor u kitobda. Ko'proq foydali. Bular siz til o'rganyapsizlar, bular sizga ozgina fikrlash, ko'proq narsa, ko'p vaqt ketib qoladi bu narsaga. Sizga ko'proq til kerak, gaplashish, suhbatlashishingiz kerak siz. Bunaqa misollarda crossword yechib o'tirishga biz vaqtimiz yo'q. Til o'rganishimiz kerak, tezroq ishlatishimiz kerak bu narsani, foydasi tegishi kerak bizga. Shuning uchun ko'p foydasi sal kamroq bo'lgan, foydali bo'ladi. Foydasi sal kamroq bo'lgan narsani tashlab ketishimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Bu yoqdagi so'zlar kerak bo'ladi bizga. Seoul Taekyo, Seoul National University bu Seoul Milliy universiteti bu. Seuldagi mana shu universitetda kitobini o'qiyapmiz hozir. Che degani o'tgan darsda ko'rdik. Buni mening pang xonam Chimde betni ko'rdik. Nenjangoni ko'rdik. Lumeyti degani birga yashaydigan odam degani. Birga yashaydigan. Birga yashaydigan xonadon. Keyin bu yoqda sigi bergan. Xonangizda nima borligini belgilaysiz. Keyin uni gap shaklida mazmunini bu yoqda nimadir bor, xonamda nimadir yo'q degan ma'noda ozgina yozib chiqasiz. Yo'g'isa pomyon и ekon. Bu bizda konditsioner. Konditsioner degan ma'noni beradi. Endi bizga kvaji beryapti bu yoqda. 교실에 있는 물건이 이름을 알아보세요. Sinfxonadagi tovarlarni, buyumlarni ismini bilib ko'ring deyapti. Biz bularni yodladik.
qo'lingizdan kelgancha o'zingiz mashq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bu uyga vazifa bu. Guruh bo'lib qiladigan narsa bo'lgani uchun buni tashlab ketamiz, qilmaymiz buni. Bu ham teamwork ga kiradi. Bu ham uri degan gap bor, bu uri degan so'z bor, uri. Uri degani biz degani o'zbekchada. So'z yodlab ketamiz so'zlarni. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, madaniyatga sayohat. Unvon sanchak turibdi. Bu yoqda ham yodlashimiz kerak bo'lgan so'zlar hozirgi darajadagi so'zlar emas bular. Xanjason degani mana bu. Xanjasoni bu ko'kibda keladigan so'zlar, bu ko'pi. Ko'kibda keladi. So'pan. Shuning uchun buni tashlab ketishingiz mumkin. Chunki buni alohida testlar keladi. O'sha paytda yodlab ketamiz, xudo xohlasa. Bu so'zlar chiqadi bular. Yodlash uchun. Eng asosiysi nima? Eng asosiysi koreys tilida mana shu kitobda mana bu eng tagi qismida berib ketadigan so'zlar. Bular topikda keladi. Bular hayotda ishlatiladi ko'proq. O'shaning uchun bu so'zlarni alohida e'tibor bilan yozib ketyapman. Endi mana bu yoqda kechagi o'tgan darsimni davomini ko'rsalaring bo'ladi bu yoqda. Yana bu sizlarga savol topshiriq bo'ladi. Mana buni tetkisini eshitasizlar o'zlaring. Uyda praktika qilib eshitib ko'rasizlar. Talaffuzi qanaqa bo'lyapti. Bu yoqda qoida beryapti. Kuyjigranmar qoida. Yodlashimiz kerak. Buni mashq qilib tushunib olishimiz kerak. Shigi o'tgan darsda ko'rdik. Shige deb o'qimaymiz buni. Shige deb o'qiymiz deb aytgan, to'g'rimi? Shige. O'qilishda shige. Xuddi mana shu narsani. Ko'rasizlarmi? Endi mana bu P qanday o'qiladigan bu? P deb o'qiladigan. Endi bu Chehe qanday talaffuz qilinadigan bu? Chehe. Ko'rasizlarmi? Endi buni qoidasini qanaqa tushunsak bo'ladi deb aytadigan bo'lsalaring, agar ye mana bu harf bor-ku, biz o'tganmiz. Shu harfdan oldin mana bu G, P, H harflari kelsa, mana bu shaklda o'qiladi. Mana. Ko'rasizlarmi? Talaffuzi ye emas, ega o'zgaradigan. Mana shuni qoida qilib yozib ketinglar. Keyin praktika qilasizlar. Yana bitta sizlarga topshiriq bo'ladi. Eshitib, qaytarib ko'rishlaring kerak buni. Qanday o'qiyapti, nima qilyapti bu? Mana bu
Yozsam sizlarga vazifa qilib topshirilyapti. Uniyam ko'rib ketsalaring, o'rgansalaring bo'ladi. Endi bu yoqda sizlarni analiz qiladi bu kitob. Ya'ni so'z boyliklaringni analiz qiladi. Nima yodlading bu mavzuda, bu bo'limda nimani yodlading degan ma'noda. Keyin grammatika, mana grammatikalaringizni tekshiringlar. Buni o'tdik mana. Praktika qilib o'zingizni tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi bu bo'limda. Mana tekshirib ko'rganingizdan keyin bu yoqda keyin uchinchisi mana rasmga qarab film을 보고 문장을 완성하세요. 완성하세요 degani yakunlang degani. 완성하다, yakunlamoq. 일단 여기 사진 보고 여기서 어떤 문장을 넣어야 맞을 거야. 그거는 생각을 해보고 여기서 문장을 만들어서 연습을 해보면 돼요. 그리고 여기서 또 이건 배워야 돼요. 이건 단어들을. 그리고 여기서 우리는 16번째 수업을 여기서 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다.